Arzon uylarni qo'yishda davom etamiz. 59.900 yevroga 2 xona, 3 xona qilingan Uchtepa hokimiyatiga yaqin bo'lgan joyda mana shu xonadonimiz sotuvga chiqdi. Kimga qiziq bo'lsa bitta like bosing, hammasini ko'rsatamiz. Uchtepa hokimiyatining Perekovskasidamiz. To'g'riga Farxatskiga ketiladi. Uyimiz 21-kvartal Kazinka to'g'risidagi yo'lda bo'yidagi. Detskiy plashatkalari, salqin hovli, domi ko'rinish. Uyni zalidamiz, kengina, shinamgina, hamma narsasi bor uy. Shuni ko'chib kelishingizga tayyor bo'lgan. Bu yoqda spalnisi joylashgan. Podyezddan kirish eshik, sanuzellari alohida. Uyimiz 2 xona, 3 xona qilingan. 4 etajli domi, 4-etajda joylashgan. Tasodiy emas, 46 kvadratli uy. Kuxnya joy detskiy xona qilingan. 3-xona sifatida. Kuxnya esa 1,5 balkonga chiqazilgan. Bu videoni Chilonzor 21-kvartaldan arzonga uy izlagan tanishingizga jo'natib qo'ying. Podpiskani bosib, bemalol qo'ng'iroq qiling, bosing.